Alloh insonni qilgan gunohi uchun jannatdan quvib yerga yuborgan ekan. Shaytonning vasvasasiga uchgan inson qilgan gunohi uchun to umrini so'ngiga qadar yerda yashashga mahkum etilgan. Zamonlar o'zgardi, ammo inson o'zgarmadi. İnsan hamisha shaytonning vasvasasiga uchib, gunoh ishlarni qilishda davom etmoqda. Ha azizlar, biz gunohlarga to'la zamonda yashamoqdamiz. Bugungi qahramonimiz Tohir ham yoshligida katta gunoh qildi. Birgalikda kuzatamiz azizlar. Oyi. Siz Bir chiroyli voy nima qildi? nima deganing bolam? Axir bepinodik qizlar ko'rsatyapman-ku. Nimasi bilmaydi? Voy, qanaqa chiroyli qizlar ko'rsatyapman. Bo'lmaydi. Qaragi, mana bunisi, oxirgisi. Mana buni qara. Qara chiroyligini. Voy, ko'zlarini qara. Shuni bo'lmaydi, oyi. Qara ko'zlarini qara. A chiroyli qiz-ku. Bilasizmi nimaga bo'lmaydi? Ha, nimaga bo'lmaydi? Bu qiz suvga tushsa cho'kmaydi. Nega? Nega cho'kmaydi? Chunki suvni yuziga chiqib qoladi shu labi bilan. Labiga nima qilibdi qara? Binoydik qiz-ku. Oyi. Qara bolam, o'g'lim. Tasavvur qiling. Ertaga uylanganimdan keyin men bu qizni puchaygan labga qarab o'tiramanmi, oyi? Voy. Oyi, Bu nima jonim. deganing bolam? Ha, bo'pti. Mayli, yoqmagan bo'lsa mana bunisini qara. Saodat doktorning qizi. Hozir Tashmida oxirgi kursida o'qir ekan. Qara chiroyligini, ko'zlarini qara. Voy, sochini qara. Rosa uzun ekan sochi, qara. Bo'lmaydi, oyi. Nega bo'lmaydi? Bepinoydik qiz. Qarang yaxshilab. Ko'zni ko'ryapsizmi? Chiroyli-ku ko'zi. Voy, Ko'zini sochlari nimasiga qarayman? Oyi, qarang, bittasi sharqqa, bittasi g'arbga qarayapti. G'ilayku, oyi. Bo'lmaydi. qanaqasiga qilib qancha bo'lmaydi, Voy, tamom. menga qara. Qachon uylanishini o'zi. Sen ham odamlarga o'xshab qachon kelin keladi uyimga? Hay, nima gap? Ovozlaring 7 mahallaga eshitilyapti-ya. Voy dadasi, bu erkatoy o'g'lingizni qaramaysizmi? Siz ham bundoq bir gaplashib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Qancha chiroyli qizlarni ko'rsatdim-a? Unisini o'poq, bunisini so'poq deydi. O'zicha bu erkatoy o'g'lingiz Sulton Sulaymonning o'g'li. Ha, xo'p, Sulton Sulaymonning o'g'li bo'lmasa ham Sulton Tohirning o'g'li bo'ladi. Bola bilan gaplashishni bilmaysan. Bor, ovqatingga qara. Ustimdan kulinglarchi, qani qatgacha kularkansizlar. Menga qara Sarvar. Sen ham onangni ko'p qiynama. Seni ham kiradigani esing kirdi, chiqadigani chiqdi. Bitta yaxshi qizni tanla, gaplash, to'y qilaylik. Meni ham onangni ham xursand qil, xo'pmi? Xo'p. Ko'nglimiz joyiga tushsin. Albatta. Biz ham nabira ko'rishni xohlaymiz, xo'pmi? Siz aytganingiz qilaman. Faqat ishga hozir ketaveraymi? Baribir. Dadajonim. Yaxshi bo'ladi. Men kelaman tezda. Xudoyim-ey. Bunga nasihat qilaman-u, o'zim ham shunaqa edim-ku. Bu xotinlar bo'lsa, bola bilan gaplashishni ham bilmaydi, hayron. O'g'ling qani? O'g'lingiz vaqtliroq turib chiqib ketgandi. Qayerga? Kecha aytdi-yu sizga dadasi, sinfdoshi uylanyapti. O'sha sinfdoshining oshiga ketdi. Xayolimdan ko'tarildi. Qara onasi. Yaqinginada yoshgina bola edi, ikkalasi ham birga dars tayyorlab yurishardi. Mana hashpash deguncha uylanadigan bo'lib qolishibdi. Vaqtni o'tishini qara-ya. To'g'risini aytasiz dadasi. Hadima uylantiramiz o'g'limizni. Xudo xohlasa. Nasib. Labbay. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Ha, oyijon, ertalabdan telefon qiladigan odatingiz yo'q-ku. Ha, endi. Tinchlik bo'lsa yaxshi. Ha, endi tushga nimalar kirmaydi deysiz oyijon? Oyijon, bugun bir biznikiga kelsangiz yaxshi bo'ladi. Tushdan keyin shofyorimiz jo'nataman. Keliningiz chiroyli qilib qozonkoq qilib qo'yadi. Yaxshi ko'rasiz-ku qozonkoq.
Albatta. Albatta. Xo'p. Tinchlikmi dadasi? Tinchlik. Tush ko'ribdilar. Tushlarida men bir afkor ahvolda yurganimishman. Shunga xavotir olib, xabar olgani kelishardi. Sen kechga yaxshilab qozon kabob qilib qo'y, oyim yaxshi ko'rarlar. Go'shting bormi? Bor. Xo'p. Yangimi? Yangi. Kecha shofyoringiz olib keluvdi. O'sha qo'shib turibdi. Hozir choy damlab kelay. Nima endi tushlarda ko'rsalar yugurib kelaveradilarmi? Qari odam uyda o'tirsa bo'lmaydimi? Tavba qildim. Bahona topildi deguncha shu yerdalar. Qani, oyijon oling. Kelibcha, yaxshi ish qilibsiz-da. Kelin, til yog'lamalik qilmay qo'ya qoling. Ichingizda yoqtirmayotganingiz shunday sezilib turibdi. Voy, oyijon. Nega unaqa deysiz? Sizni yaxshi ko'rishimni bilasiz-ku. Juda. Voy. Yaqinda nabirangizni uylantiryapmiz. O'shanga o'zingiz bosh-qosh bo'lasiz. Xo'pmi, oyijon? Lekin shu nabirangiz uylanishni xohlamayapti-da. Ha, kelmasam, nabirani to'yini mana shunaqa paysalga solib yuraverasizlar. Ha, bitta kelin topish shunchalik qiyinmi? Dunyoda qiz qurib qolibdimi? Voy, so'ramang oyijon. O'g'lingiz bilan nabirangizni hech ko'ndira olmayapman. Shuncha chiroyli qizlarni ko'rsatdim. Unisini upoq, bunisini so'poq deydi. Oyijon, shu o'g'lingiz bilan gaplashing. Bir yaxshi qiz topib, sovchilikka birga boraylik, oyi. Sizlarni bu kelin tanlashinglarda dovrug'i bizni mahallagacha yetib bordi. Nima ko'p qo'y? Ig'vogarlar ko'p, bilmaysizmi? O'sha yoqlargacha ham Ha, bordimi? bordi. Bilib qo'yinglar. Avvalo, bo'lajak kelin farosatli bo'lsin. Odam axloqli bo'lsin. Tushundingizmi? Voy oyijon, o'zimni ham niyatim shu. Farosatli, aqlli, xushli, muomalali kelin qilish niyatim bor oyijon. Xudo xohlasa siz bilan aylanib zo'r kelin topamiz. Xo'pmi oyijon? Buni vaqtliroq o'ylash kerak edi. Qaynanam undoq, qaynanam bundoq deb gapirishni bilasizlar, ha? Bunaqa paytda qaynana kerak bo'lib qoladi. Voy oyijon, nega unaqa deysiz? Sizni yaxshi ko'rishimni bilasiz-ku. Judaymi? Voy, ikkalamiz shunaqa chiroyli kelin topamiz oyijon, xudo xohlasa. Nabirangiz dang'illama to'y qilib uylantiramiz. Ko'p gapir dedi. Choydan quying. Voy, hozir. Kiring. Assalomu alaykum, Tohir aka. Va alaykum assalom. Tanimadingizmi? Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Sizni sog'indim. Ko'rgim keldi. Tur. Tez bu yerdan chiqib ket. Meni xonamda senga o'xshaganlarga joy yo'q. Mehmonni ham shunaqa kutib olasizmi, Tohir aka? Yaxshi niyatda keldim-ku. Kelin qidiryapsiz deb eshitdim. Kelin qidirayotgan bo'lsam senga nima? Voy. Bu nima deganingiz? Balki quda bo'larmiz. Nima? Xudo bo'larmiz? Albatta. Sen bilan. Seni o'zing kim-u, qizing kim bo'lardi? Tohir aka. Sen o'zingga o'xshaganni topib, o'sha bilan quda bo'l, tushundingmi? Tur, chiqib ket xonamdan.
qizimni kelin qilasan. Aks holda Nima aks holda? bir vaqtlar bir qizim nomusini topdi. Uni tashlab ketganingizni olamga jar solaman. Sharmanda bo'lasiz. Oilangiz sizdan voz kechadi. Otam deb faxrlanib yurgan o'g'lingiz qay ahvolga tusharkan, ha? To'g'ri aka? Nimalar deb valdiryapsan? Buni o'sha paytda ham bo'ynimga ilmoqchi bo'lgansan. Ammo ilolmagansan. Bilib qo'y. Hozir ham qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Men seni hech qachon sevgan emasman. Xotinim, bolam borligini bilarding. Sen esa bir kechalik kapalak ekanligingni yaxshi bilarding. Yaxshi. Ishonmasangiz ishonmang. Denka qildiraman. Natijalarni chiqazdiraman. Uyingizga jo'nataman. Oyimchangiz bir ko'rsin. Qay ahvolga tusharkin keyin. Aytgancha, qonuniy xotiningizdan farzand ko'ra olmagansiz. Bir yetimni asrab olgansiz. Ammo sizni haqiqiy farzandingiz bor. Hammasini bilaman. Sarvar sizni farzandingiz emas. Men uyimda haqiqiy farzandingiz ulg'ayapti, Tohir aka. Shuncha yil ota mehridan uzoq yashagani yetar. Qizingizni Sarvarga olib berasiz. Tushundingizmi? U mening farzandim bo'lishi mumkin emas. U sizga shunchalar o'xshaydiki. Sizga soch tolalarini qoldiraman. Ishonmasangiz, denka qildiring. Mayli. Omon bo'ling. Vaqtingiz oldim, Tohir aka. Ko'rishguncha. Tobing yo'qmi bolam? Nega bu ahvoldasan? Yo'q, hammasi joyida. Biroz charchabman shekilli oyijon. Bechora bolaginam-a. Uy ro'zg'ori deb o'zingni bunchalik qiynamagin. Mana o'g'ling katta yigit bo'lib qoldi. Va ishlaringni bunga topshirib qo'yaqa. Vaqti kelsa albatta topshiraman oyijon. Avval uylantiraylik. Nafosat bir qiz topibdi. Sarvarjonga ham ma'qul kelibdi. Ertalab sovchilikka borib keldik biz. Nimaga meni biroz ogohlantirib qo'ymadilar? Endi seni ishda bo'lganing uchun bezovta qilmadik. Keyin bu sovchilik ayollarning ishi-ku. Bu ishimizni pishitib olib, senga keyin sekin aytmoqchi edik-da, bola. Meni uyimda bo'layotgan har bir ishdan men xabardor bo'lishim kerak. Senga nimadir bo'ldimi, o'g'lim? Ha? Kelganingdan beri qovog'ing ochilmaydi.
Xullas, shunday gap. Sarvar mana shu qizga uylanadi. Nimalar deyapsiz dadasi? Axir bugun sovchilikka bordik-ku. Rozi bo'lishdi. Oyjon gapirsangiz-chi. Endi qanday gapimizni qaytarib olamiz? Axir biz ularga nima deymiz? Telefon qilasan, uzringni so'raysan. Tamom, vassalom. Dadasi do'stiga va'da qilgan ekan degan. Bu qiz kim? Qayerdan? Kimni nasli? Meni qadrdon do'stimni qizi. Siz ham, Nafosat ham tanimaysizlar. Hech bo'lmasa manzilini berga surishtirib kelishimiz kerak. Men aytganimdan keyin surishtirishni nima keragi bor, oyijon? Meni gapim gap emasmi? Yoki menga ishonmaysizmi? Do'stim juda ham yaxshi odam. Qizi ham yaxshi. Menga yoqdi. Menga ham yoqdi. Ertaga tayyor bo'lib turinglar. Sovchilikka borasizlar. Endi qizim, biz haligi Sovchilikka kelgan Sonajon, gapni dangalni gapiring. shunday qizim. Qizni bir ko'rsak bo'ladimi? Mayli onajon, hozir chaqiraman. Sizlar yaxshi o'tiringlar, xo'p? Nilufar. Qizim, nima qilib o'tiribsan? Nima qilay? Voy, uyga sovchilar keldi-ku qizim. Choy olib kirish kerak, jonim bolam. Qo'ysang-chi o'sha telefoningni. Xo'p. Voy xudoyim. Shu ahvolda choy olib kirib bo'ladimi jonim qizim? Nima qilibdi ahvolimga oyi? Qadrlasa borimcha qadrlasin. Yoqmasa mana katta ko'cha. Nima bilan men chaqirdimmi? Jonim mana, chiroyligim mana, go'zal qizim mana. Bolajonim, ularni bilasanmi kimlar? Judayam boy xonadonda. Uylarini ko'rsang, bir koshona deysan. Mashinalarni aytmaysanmi ko'pligini? Xizmatkorlarni umuman gapirmasa ham bo'ladi. Malikalarda yashaysan jonim bolam. Axir bu baxtni qo'ldan chiqarib bo'ladimi? Jonim, axir men seni baxtli bo'lishingni xohlayman-ku qizim. Xo'p? O'zimni go'zal qizim. Mayli oyi, lekin nima kiyaman? Tayinli bir kiyimim ham yo'q, uzun ko'ylagim ham yo'q. Ay, yonimizda o'rtog'ing yashaydi-ku qizim. Boraqa, birorta ko'ylagidan olib chiqqan. Uyga mehmonlar kelib qoldi ekan jonim bolam meni, xo'p? Unda hozir olib chiqaman. Assalam mani, boraqa. Hali shoshmay turlaring. Bir vaqtlar Zeboni xor qilgandilaring. Kim xor bo'lishini mana endi ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shuvoq bo'ling. Rahmat qizim. Rahmat. Mayli, yaxshi o'tiringlar.
yaxshigina qizga o'xshaydi. voy oyijon, shu qizi tuzukkina ekan-u, shu onasi ozgina yoqmadi. G'alatiroqmi deyman? Voy, onasi uchun emas, qizi uchun kelganmiz-ku. Ha, eringiz va'da berib qo'ygandan keyin ilojimiz yo'q endi. Oyijon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, keling. Keldim onajon. Choyga qaranglar. Ochig'i o'g'lim do'stimmi, qizi degan uchun kelgan edik. Qizingiz bizga ma'qul. Mana siz rozilik bersangiz, to'y boshlab yuboramizda. O'g'lingiz do'stimmi, qizi deb aytdilarmi? Tushunarli. To'g'ri aytibdilar. Xo'jayinim bilan o'g'lingiz juda qalin do'st bo'lishgan. Hattoki bir-birda nonni bo'lib yeyishgan. Mayli onajonim, meni qizim endi sizni qizingiz bo'ladi. Nima ham derdim? Sizlarga qizim ma'qul kelgan bo'lsa, juda ham xursand bo'ldim onajon. Endi xojona, siz ham meni onajonim bo'lasiz. Ay tavba. O'g'limni shunaqa o'rtog'i borligini sira ham eshitmagan ekanman, tavba qildim. Voy oyijon, shu onasi menga hech ham yoqmadi-da. Qandaydir soxtami? Sizga ham shunday tuyuldimi? Sizni bir qarasam buvijon deydi, bir qarasam onajon deydi. Tavba qildim. Rashkingiz kelyaptimi? Yo'q, onajon, qani yuring. Shu ayolni qayerdadir ko'rgandayman-da ona. Ammo hech ham esla olmayapman. Menga qarang. Yaxshi niyatda bo'ling, hammasi yaxshi bo'ladi. Qani yuring. Yuring. Ko'p yashang. Qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Iloyim, aytganingiz kelsin oyijon. Ko'p yashang. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Nilufar? Hoy Nilufarxon. Kelin poshsha? Oyijon, Hali ham turmadingizmi? hozir turaman. Voy. Kun yorishib ketdi-yu. Kelin. Chiqib hovlilarni supurmaysizmi, ko'chalarni supurmaysizmi? Hammaning kelini vaqtli turib ko'chalarni supurgan. Nima meni mahallaga sharmanda qilmoqchimisiz? Turdim oyijon, vahima qilmang. Turing tezroq. Hali choy qo'yishingiz kerak. Tez, bo'ling. Xo'p. Vaqtliroq turib, uydagi ishlarni qilgin. Seni deb oyimdan gap eshitirish menga yoqmayapti. Xo'p, bundan ortiq qanaqa voqli turishim kerak? Mana turdim-ku. O sizga gapim bor edi. Oxirgi paytda umuman meni eshitmayapsiz. Oyingiz ham yomon ko'radilar, dadangiz ham yomon ko'radilar. Bilmayman, siz ham yomon ko'rib ketyapsizmi? Faqat qornimdagi mana shu kichkina farishta tushunadi. Hech kim tushunmaydi boshqa. Nima? Chaqaloq? Men qara rostdanmi? Aldamayapsanmi? Yo'q. Men ota bo'lamanmi? To'xta. Bugundan keyin umuman ish qilmaysan. Kelishdikmi? Qo'lingni sovuq suvga ham urma. Hamma ishlarni mana men o'zim yo'q. Senga xizmatkor olib beraman. Aldamayapsiz? Kelishdikmi? Yo'q, nega aldayman? Sen faqat ehtiyot qilgin. Xo'p? Xo'p. Men ishdan oxirroq qaytaman, xo'p? Nima olib kelay senga? Xo'p, boring, o'zim aytib boraman sizga. Ishingizga bora qoling. Telefon qilaman. Xo'p? Ehtiyot bo'l, ish qilmagin. Xo'p.
Nilufar! Hoy Nilufar! Nilufar! voyjon uncha baqirasiz. Nima bu? Idish tovoqning ahvolini qarang. Yuvib tozalab qo'ysangiz bo'lmaydimi? Nima qipti oyijon, shunga shunchami? Baqirishingizdan nimadir bo'ptimi deyman. Voy! Shunga shunchami deganingiz nima deganingiz? Bizni uyda kelin poshsha bunaqa turmaydi. Hamma joyni tozalab, chinnidek qilib qo'yishingiz kerak. Yalab qo'yishingiz kerak. Siz kelinmisiz? Kelinlik vazifangiz bu. Kelin degani xizmatkor degani emas, oyijon, bilmasangiz bilib qo'ying. Ana shuncha pulingiz bor, bekorga bosib yotibsiz. Xizmatchi oling, undan ko'ra hamma vazifalaringizni bajaradi. Sizga ham ish qolmaydi, menga ham. Menga qarang, kelin poshsha. Tilingiz uzayib qoptimi? A? Orangiz shunaqa tarbiya beribdi-da sizga? Bizning uyda xizmatkor bo'lmaydi. Bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Kelinmisiz? O'zingiz vazifalaringizni bajaring. Hamma joyni tozalab qo'ying, yuving. Tavba qilib xizmatkormish. O'rgildim sendagi siqna boylada. Xizmatkormanmi bularga? Kimga kerak bo'lsa shu o'zi. Dadajon, Babbi, yaxshi o'tiribsizmi? rahmat. Oling, sizga olib keldim ataylab. Sharbatmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan, qizim? Yaxshi, Sog'liqlaring yaxshimi? rahmat. Kamchiliklaring yo'qmi? Hammasi joyida. Yo'q, kamchilik nima qiladi? Hammasi yaxshi. Qaynonam, onamda mehribon bo'lsalar. Uyingiz ham juda ham fayzli. Qancha mehr bersam, shuncha mehr bergim keladi. Ozgina mazam bo'lmayapti-yu, charchagan bo'lsam kerak, o'tib ketadi. Agar mazang bo'lmayotgan bo'lsa, shifokorlarga ko'rsatamiz. Ular dori-darmon tavsiya qilishadi. Yo'q, dadajon. Nima qilaman shifokorni? Yaxshimi? Siz undan ko'ra o'zingizga e'tibor bering. Ko'proq dam oling. Hammadan ko'p siz ishlasangiz. Rahmat, qizim. Meni sog'lig'imni o'ylayotganing uchun senga katta rahmat. Ammo hozir biz ko'proq senga e'tibor berishimiz kerak. Ko'nglingni bitirayotgan bo'lsa, oyingga aytsang, men albatta muhayyo qilaman. Hozir senga ko'proq yaxshi ovqatlar, yaxshi mevalar tanovul qilishingga to'g'ri keladi, qizim. Sarvar xafa qilmayaptimi? Yo'q, nega xafa qiladilar? Hammasi yaxshi. Kamchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta aytgin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Mayli, unda yaxshi o'tirib turing, yana kelaman. Mayli, qizim. Senchi qizim, u xonadonga borganingdan keyin qaynotangni qo'lga olishga harakat qil. Qaynotang sen taraf bo'lsa, hech kim senga qarshi bo'la olmaydi. Qaynonangdan kerak bo'lsa, eringdan ham himoya qilish kerak. Nima uchun aynan qaynotam meni himoya qilish kerak, oyi? Chunki oilada uning so'zi so'z. Gaplarimni uqdingmi, qizim? O'qidim, oyijon. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek, Tohir qilgan gunohlari uchunmi, bir norasidani yetim qilgani uchunmi farzandsizlik bilan jazoladi. Tohir va uni ayolini dardiga doktorlar davo topa olmadi. Noiloj qolgan Tohir ayoli bilan maslahatlashib Sarvarjonni asrab olishdi. Ular asrab olgan farzandlariga mehr berib, yaxshi tarbiya berdilar. Sarvar hech kimdan kam bo'lmay, o'zga to'q xonadonda katta bo'ldi. Ammo to'y tashvishi bilan ovora bo'lgan xonadon sohiblarini qarshisidan Tohirni sobiq qaylig'i chiqdi-yu, hamma rejalarni chippakka chiqardi. Keling, voqea davomini tomosha qilamiz. Yaxshi o'tiribsizmi dadasi? Rahmat.
Ha, tinchlikmi? Nimaga? Shu keliningizni aytaman-da. Nima bo'ldi yana? Shu ham kelin bo'ptimi? Bundoq vaqtliroq turib, sipir-sidirni ham bilmaydi. Bir shiringina ovqat ham qilmaydi. Pishir kuydirni ham bilmaydi. Oshxonamda cheti sinmagan idish tovog'im qolmadi. Idish tovog'ing qolmagan bo'lsa, China bozorga borganda hammasini o'zgartir. Shu ham muammomi? Voy, dadasi, gap idish tovoqda bo'lsa mayli ekan. Buningiz na hurmatni biladi, na izzatni biladi. Na kichikni, na kattani biladi. Ertalab turib mundoq kelin salom ham bermaydi. Mayli, uy ishlarini hammasini o'zim qilyapman. Menga qara. Yoshlarni ishiga sen aralashma. Voy dadasi, Nilufar xohlasa ish qiladi, xohlamasa qilmaydi. Nega buncha izzat talab bo'lib ketding sen, ha? Agar mana shu keng hovliga Nilufar bilan sig'mayotgan bo'lsang, o'g'ling bilan keliningni alohida qilib chiqarib yuboraman. voy, O'zing o'tiraverasan eshikka qarab. Keling homilador. Hozir unga qattiq gapirish umuman mumkin emas. Ikkinchi marta bu haqda menga og'iz ochmagin. Ozib yozib bir o'zim yaxshi ko'rgan Barselonani o'yinini ko'raman deb o'tirgan edim. Shuni ham burnimdan chiqardim. alo. Oyjon, yaxshimisiz? Yo'q, yaxshi emasman. Yig'layapman. Ho'ngir yig'layapman, oyijon. Oyijon, meni kechiring. Sizga yomon gapirgan bo'lsam, meni kechiring. Bu qaynanalik rosa yomon ekan. Qaynana bo'lolmayapman shekilli. Bu qaynananing ishi rosa qiyin ekan. Oyijon, endi sizni tushunyapman. O'g'lingiz bilan ozgina tortishib qoldik. Oyijon, bir keling uyga. O'g'lingiz nabirangizni boshqa uyga chiqaraman deyapti. Qiynalib ketdim, oyijon. Kela qoling. İyi. Oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bu nimasi? Ha, telefon qilmaysizmi? Mashina jo'natmayman. Mashinani menga keragi yo'q. Qani o'tir. Xudoga shukr. Hali oyoq qo'llarim but. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Xudoga shukr. Sonlaring yaxshimi? Qani oyijon? Mayli, tinchlik, xotirjamlik bilan omadingni bersin bolam. Tinchlikmi onajon? Menga qara. Topgan kelining senga kim bo'ladi? Ha? Aytgandim-ku. Do'stimmi qizi? Seni hech qanday do'stingni qizi emas. Do'stim chet elda. Ha, qizimni to'yiga kela olmaydi deb aldagansan.
Zeboxon bir necha yil avval ajrashgan. Uni ajrashgan erini senga hech qanaqa aloqasi yo'q. Oyi, Nima oyi? Nima oyi? Onam qarib qolgan, hech narsani bilmaydi deb o'ylayapsanmi, ha? oyi. Men bir necha yil oldin kechirilmas bir gunoh qilgan edim. Endi shu gunohni badalini to'lab yashashga majburman. Mayli bolam. Seni eshitishga tayyorman. Qizimni kelin qilasan. Aks holda Nima? Aks holda. bir vaqtlar bir qizim nomusini topdi. Uni tashlab ketganingizni olamga jar solaman. Sharmanda bo'lasiz. Oilangiz sizdan voz kechadi. Otam deb faxrlanib yurgan o'g'lingiz qay ahvolga tusharkan, ha? To'g'ri aka? Nimalar deb valdirayapsan? Buni o'sha paytda ham bo'ynimga ilmoqchi bo'lgansan. Ammo ilolmagansan. Bilib qo'y. Hozir ham qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Men seni hech qachon sevgan emasman. Xotinim, bolam borligini bilar. Sen esa bir kechalik kapalak ekanligingni yaxshi bilarding. Yaxshi. Ishonmasangiz ishonmang. Deyka qildiraman. Natijalarni chiqarsiraman. Uyingizga jo'nataman. Oyimchangiz bir ko'rsin. Qay ahvolga tusharkin keyin. Aytgancha, qonuniy xotiningizdan farzand ko'ra olmagansiz. Bir yetimni asrab olgansiz. Ammo sizni haqiqiy farzandingiz bor. Hammasini bilaman. Sarvar sizni farzandingiz emas. Men uyimda haqiqiy farzandingiz ulg'ayapti, Tohir aka. Shuncha yil ota mehridan uzoq yashagani yetar. Ana shunaqa gaplar, onajon. Bolam. Tirik banda borki xato qiladi. Agarda chin dildan tavba qilsang, Alloh kechirimli, kechiradi seni. 1000 marotaba tavba qilganman, onajon. 1000 marotaba. Yaxshi ham siz borsiz, onajon. Sizga dardimni aytib, ancha yengil tortdim. Har kuni uyga borganimda Nafosatni ko'zlariga qarashga uyalaman. Undan o'zimni olib qochaman. Nafosat aqlli ayol. Albatta seni tushunadi. Faqat meni bitta savol qiynayapti. Qanday? DNK testini o'tkazdingmi? Shu DNK testini qildirishdan oldin juda uzoq o'yladim, onajon. Yillar davomida keliningiz bilan farzand ko'ra olmadik. Qancha doktorlarga ko'rsatdik, lekin hech qaysi sababini topa olmadim. Keyin Sarvarni asrab oldik. Men Sarvarni o'z o'g'limdek yaxshi ko'raman. Ammo Nilufarga qarasam, uni ko'rsatgan mehribonchiliklari menga sizni eslatadi. Uni hammadan himoya qilgim keladi. Bu qanday hissiyot bo'ldi ekan, onajon? Buni hech ham tushuntirib bera olmayman.
balki bu meni hech qachon his qilmagan otalik tuyg'usidir. Agar DNK testini qildirsam, mabodo u meni farzandim bo'lib chiqmasa, bu menga juda ham og'ir zarba bo'ladi, onajon. Shuning uchun DNK qildirishni afzal bildim. Haqiqatdan ham meni qizim ekan. Lekin hozir men sizga aytib bergan sir xohlardimki, ikkalamizni oramizda qolsa. Boshqa hech kim bu sirdan voqif bo'lmasa, onajon. Yaxshi o'g'lim. Sen aytgandek bo'lsin. Ammo uni onasi haqida o'ylab ko'rdingmi? Tinch hayotingga daxl qilmasligiga kafolat bera olasanmi? Uni chet elga chiqarib yuboraman. Voy. Qizingni onasidan ayirmoqchimisan? Onajon, uni o'zi shuni xohlayapti. Mendan katta pul olib, chet elga chiqib ketmoqchi. Hali yoshimiz, o'sha yerda kayf safosini qilib yurmoqchi. Tushunarli bolam. Tohir qilgan xatosidan pushaymon. Taqdirni qarangki, 100 o'girgan farzandi ostonasiga kelin bo'lib keldi. Tohir 1000 marotaba tavbalar qilib, bu ish uchun yechim so'radi. Barchasi yaxshilikka bo'lishidan umid qildi. Ko'rganingizdek, hozirda Tohir oilasi bilan baxtli. Farzandlari bag'rida. Alloh bandalarni kechiruvchi, rahim qiluvchi zotdir. Chin dildan tavba qilgan, hayotini yaxshiliklar qilishga bag'ishlagan, nochorlarning hojatini chiqargan inson albatta yaratganning panohidadir. Barchangizga yaratganning panohida bo'lishingizni tilab qolaman. Yana ko'rishguncha xayr.